Assalomu alaykum rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi mavzumizni boshlaymiz. Bugun biza Abr kitobidan e, shimdagi zamon, hozirgi zamonni ko'rib chiqamiz. Kitobga o'tishdan oldin bu mavzuyimiz Abr kitobi. Bu mavzuni boshlashdan oldin, kitobga o'tishdan oldin biza qisqagina prezentatsiya bilan hozirgi zamon nima ekanligini haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lib olishimiz kerak. Hop. Türkçe'de şimdiki zaman. Türk tilida hozirgi zamon. Kurallar ve kurallar ve örneklerle anlatım. Qoidalar va misollar bilan tushuntirish. Bugungi mavzumuz turk tilidagi hozirgi zamon zamoni. Biz buni turkchada şimdiki zaman deymiz. Şimdi degani hozir, şimdiki hozirgi. Bu sunumda Türkçenin temel dil bilgisi konulardan biri olan şimdiki zamanı detaylı kuralları ve anlaşılır örneklerle inceleyeceğiz. Şimdiki zaman yapısını, farklı kullanımlarını ve günlük hayattaki yerini keşfedeceğiz. Demek bu prezentatsiyada nima qilamiz? Turk tilini asosiy qoidalaridan biri bo'lgan va ko'p ishlatilgan zamonlarda bir hisoblangan hozirgi zamonni asosiy qurollari va uni qanday ishlatilishi bilan kengroq tanishib chiqamiz. Şimdiki zaman nedir? Hozirgi zaman o'zi nima? Eylemin şu an yapıldığını veya devam ettiğini gösterir. Yani ish hareketini şu vaqtda, aynı damda bajarilayotganini bildiradigan zaman bu hozirgi zamondir. Türkçede haber kiplerinden biri sayılır. Yani şimdiki zaman, yani hozirgi zamonimiz Türk tilida xabar mayllaridan biri hisoblanadi. Fiili yor, eki veya maktamekte eklere getirilerek oluşturulur. Fe'limizga demak fe'llar bizda qanaqa bo'lardi? Ingliz tiliga o'xshab infinitiv noni holati shaklda bo'ladi fe'llar asli hammasi. Misol uchun gitmek degan fe'lni olgan bo'lsak, oxirida mek bor. O'zbek tilida shunaqa ketmoq, oxiri moq. Turkchada ikki xil. Gitmek mek bilan tugaydi, mak bilan tugaydi. O'qumakka o'xshab. Ana shu makkani olib tashlaganimizdan keyin fe'limizda o'zagi qoladi. Ana shu o'zakka keyin biza qaysi zamon yasamoqchi bo'lsak, o'sha zamonni qo'shimchasini qo'shishlik bilan xohlagan zamonimizni yasaymiz. O'tgan zamon bo'lsa, o'tgan zamon, hozirgi zamon bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamonni yasaymiz. Ana shu fe'lni o'zagiga biza yor degan qo'shimchani yoki makta, mekta degan qo'shimchalarni qo'shishlik bilan hozirgi zamonni hosil qilar ekanmiz. Biza lekin bu kitobda A1 darajada, yeni Istanbul kitobining A1 darajasida faqat yor qo'shimchasini qo'shishni o'rganamiz. Makta, mekta keyingi kitoblarda, keyingi darajada kelgan mavzu. Şimdiki zamanın yapısı. Hozirgi zaman o'zi qanday tuziladi? Tuzilishi qanday? Fe'lin kökünü yor eki getirilir. Kök degani fe'lni o'zagi. Fe'lni o'zagiga yor degan qo'shimchani olib kelamiz. Misol uchun gel fe'lni o'zagi, gelmekdagi mek, gel degan so'z fe'limizning o'zagi. Unga men hozirgi zamon qo'shimchasini qo'shdim. Yor qo'shimchasini. Nima bo'ladi fe'lim? Geliyor. Kelyapti. Ünlü uyumuna göre değişir. Yani mana bu yor degan qo'shimcha fe'limni o'zagidagi fe'lin kökündeki son hecesinde olan ünlü, ya'ni oxirgi unli agar biri bo'g'im bo'lgan bo'lsa, ana shu unliga qarab turib qo'shimchamiz to'rt xil variantda kelar ekan. Iyor, iyor, uyor, uyor şeklinde değişir. Ana shu to'rt holatda fe'lni oxirida unliga qarab turib o'zgarar ekan. Kishi ekillari chekimlanir. Ya'ni shaxs qo'shimchalar bilan birga tushunadi. Har qanday zamon tushunayotgan paytda u bilan birga albatta shaxs qo'shimchalar keladi. Misol uchun o'zbek tilida ketyapman deganda ketyapman oxiri ketyapman. Yapman deganda man degan so'z bor. Ketmoq fe'li oxirida ketyapman, man, ya'ni man ketayotganini bildiradigan shaxs qo'shimchasi bor, manga oid. Ketyapmiz, bizga oid bo'lgan shaxs qo'shimchasi ketyaptilar. Turk tilida ham xuddi shunday. Gidiyorum, men ketyapman. Git bu fe'lni o'zagi, ketmoq fe'li. Iyor hozirgi zamon qo'shimchasi bo'lgan bo'lsa,
shaxs qo'shimchasi hisoblanadi. Kishi eki. Gidiyorsun, git fiilin kökü, iyor şimdiki zaman eki, sun kishi eki. Git fe'lning o'zagi, iyor hozirgi zamon qo'shimchasi, sun demak shaxs qo'shimchasi. Türkçe'de şimdiki zaman en yaygın ve temel göstergesi yor eki ekidir. Bu ek fiil kökünden sonra gelerek eylemin şimdiki zamanda yapıldığını belirtir. Ünlü uyumunun gösterdiği esneklik Türkçenin fonetik yapısı uyumunu gösterir. Yani bizda nima ekan, hozirgi zamonda eng ko'p ishlatiladigan va asosiy belgilardan bo'lgan yor qo'shimchasi qo'shishayotgan paytimizda bu turk fonetikasiga munosib ravishda ullu harfning oxiriga qarab harakatlarini, ya'ni qo'shimchasi to'rt xil variantda kelar ekan. Turk tili grammatikasida eng asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz zamon yasagan bo'lsak, xohlagan fe'l har qanday so'zga biror bir qo'shimcha da, dan, ning degan qo'shimchalar bor-ku o'zbek tilida. Ana shularni qo'shayotgan paytimizda yoki fe'llarga zamon qo'shimchalarini qo'shayotgan paytimizda biz so'zimizni yoki fe'limizni oxirgi uliga qarashimiz kerak. Ana shu oxirgi uliga qarab biza qo'shmoqchi bo'lgan qo'shimchalarimizni shaklini o'zgartiramiz. Yo ikki xil bo'ladi, lar, lerga o'xshab, ko'plik qo'shimchasiga o'xshab, yoki to'rt xil variantda keladi. Mana bu hozirgi zamon qo'shimchasiga o'xshab. Şimdiki zamonga o'rnaklar. Misol uchun mana bu birinchi rasmda bir odam ketyapti. Nima deyman? Misol qilib, ben gidiyorum deyman. Men ketyapman. Ikkinchi rasmda kitob o'qiyapti. Sen kitob o'qiyapsan deyman. Sen o'qiyapsan. Turkchada sen o'qiyorsun bo'ladi. Uchinchi rasmda odam nima qilyapti? Kompyuterda ish qilyapti. U ishlayapti deyman. O çalışıyor. To'rtinchi rasmda bolalar birgalikda o'ynashyapti. Nima deymiz? Biz o'ynayapmiz deyishim kerak o'zbek tilida. Turkchada qanaqa aytamiz? Biz oynuyoruz. Siz yazıyorsunuz. Siz yozyapsiz. Onlar geliyorlar. Ular kelyaptilar. Mana oxirgi rasmda ular qattandir kelishyapti. Bu hozirgi zamonga misollar edi. Hozir yana kitobga o'tganimizda yana u yerda batafsil ko'ramiz. Hozir faqat biz hozirgi zamon bilan qisqacha tanishyapmiz. Şimdiki zaman olumlu jumla o'rnaklari. Olumlu degani darak, tasdiq gaplarga misollar. Hozirgi zamonni tasdiq gaplariga bo'lgan misollar. Ahmet şu an ders çalışıyor. Ahmet hozir şu anda ders qilyapti. Çalışıyor hozirgi zamonda kelgan. Annem yemek yapıyor. Ona ovqat pishiryapti. Çocuklar parkta oynuyorlar. Bolalar bog'da o'ynashyapti. Biz film izliyoruz. Biz film tomosha qilyapmiz. Öğretmen sınıfta ders anlatıyor. O'qituvchi sınıfta ders tushuntiryapti. Endi şimdiki zamanı kullanım alanına gelecek olursak, şimdiki zaman nerelerde ve nasıl kullanılır? Birincisi, şu anda yapılan eylemler için. İkincisi, yakın gelecekte planlanan işler için. Gelecek anlamında fiil şimdiki zaman şekline gelir ama anlam olarak gelecek fiilin anlamında, gelecek zaman anlamında kullanılır. Ama bu gelecekte yapılan işlerimiz yakın gelecekte olması gerekiyor. Ve üçüncü kullanım yeri rutin ve alışkanlarda biz şimdiki zamanı kullanıyoruz. Yani bize hozirgi zamanda qanaqa holatda ishlatamiz? Birinchi holatimiz hozirda bajarayotgan har qanday ish harakatlariga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun, şu an seni dinliyorum. Şu an seni eshityapman yoki men hozir dars o'tyapman. Şu an ben ders yapıyorum. Yoki ben şu an okuyorum. Men hozir masalan universitetda o'qiyapman degan bo'lsa, ben şu an okuyorum. Yani universitetda hali ham davom etyapti. Şu anda davom etayotgan ish harakat. Ikkinchi holati yaqin kelajakda rejalashtirilgan ishlar. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Ertaga Istanbulga ketyapman. Yarın o'zi bu kelar zamonning kalit so'zi, lekin men hozirgi zamon holatida kelar zamonni ma'nosini berdim. Ya'ni so'nishda film nima hozirgi zamon shaklida kelyapti. Uchinchi holatimiz kundalik odatlar. Har kuni qilgan ish harakatlarimiz nisbatan, doimiy qilgan ishlarimiz nisbatan ishlatamiz. Misol uchun, har sabah qahva ichiyorum. Har kuni ertalab choy ichaman, qahva ichaman. Va bu qahva ichishlik har kuni sodir bo'ladi. Endi
Endi kitobga o'tgan bo'lsak, hop, kitobimizni 40-betida shimdagi zamonni tushuntiryapti. Bu yerda yana qisqacha ko'rib chiqamiz. Shimdagi zamon, hozirgi zamon. Şimdiki zaman, bu zaman tamamlanmamış, yapılmakta olan işleri anlatmak için kullanılır. Bu zaman tükenlemeyen ve becerikte devam ettiğin iş hareketler için işletilir. Bu zaman bazen yakın gelecekte yapılacak bir iş için anlatmak için kullanılır. Bu zaman bazen yakın gelecekte kılış gerek bo'lgan işler için ham işletilir. Bu zaman geniş, bazen geniş zaman yerine kullanılır. Bu zamanımız bazen geniş degan zamanımız var. Ana shu zamonni o'rniga ham ishlatilar ekan. Geniş zaman yana payti kelganda o'rganamiz, chunki bugungacha kelgan mavzu orasida geniş zaman hali o'tilmadi. Bundan keyingi mavzularda chiqadi geniş zaman. Endi film boya to'rt xil holatni ko'rdik. Bu to'rt xil holatda bo'lgan fe'limiz hozirgi zamon qo'shimchasi qanday va qachon, qanday shaklda qo'shiladi, shuni ko'rib chiqamiz. Fe'limiz bor. Fe'limiz yana noaniq shakli. Mak mekini olib tashlaganimdagi holat. Mak mekini olib tashlaganimdagi qolgan fe'lning o'zagi. Bu yerda fe'l deganda fe'lning o'zagi haqida bahs ketadi. Ana shu fe'lning o'zagiga qarab turib, ikki xil holatda qo'shamiz. Fe'lni unsiz harfli bitarsa, fe'limiz oxiriga birinchi ko'rinishi oxiri undosh harf bilan tugaydi. Misol uchun git mek fe'lida git degan so'z bor. O'zak bor. Mekni olib tashladim, o'zakda git qoldi. Oxiri undosh bilan tugayapti, undosh bilan tugayapti. Endi men bunga qo'shimcha qo'shishim kerak. Qo'shimcha qo'shayotgan paytimda men fe'limdagi unlikka qarayman, oxirgi unlikka qarayman. Oxirgi unligimiz a yoki i harfi bo'lgan bo'lsa, bunga i yor. Oxirgi unlik e yoki i bo'lgan bo'lsa, i yor. Oxirgi unlik o yoki u bo'lgan bo'lsa, u yor. Oxirgi unligimiz ö yoki u bo'lgan bo'lsa, u yor qo'shimchasi qo'shiladi. Misol uchun, kalmak fe'lida kal o'zagi oxir undosh bilan tugayapti va undan oldingi unli harf a. Shuning uchun yor qo'yaman. Kalliyor qolyapti. Giriyor. Girdagi i'ga qarab yor qo'ydim. Kiryapti. Ko'sh o unlisiga qarab turib u yor qo'ydim. Yuguryapti. Gör nuqtali uga qarab turib men u yor qo'ydim. Go'riyor, ko'ryapti bo'ladi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat, ya'ni kitobni tushuntirgan ikkinchi holati, fe'limiz unli harf bilan bitilgan bo'lsa, fe'l unli harf bilan bitalsa. Bunda ham ikki xil holat bor. Birinchi holati, fe'lin sonunda i, u, ü harflari borsa, shu shaklda olacak. Ya'ni fe'lim oxiridagi unli harfim nuqtali nuqtasiz i va u bilan tugaydigan bo'lsa, fe'lim ko'rinishi qanday bo'ladi? Mana shu formula asosida bo'ladi. Fe'l plus yor. Fe'lga yo'ri qo'shib qo'yaman, xolos. Misol uchun o'qumak degan fe'l bor. O'qumak oxirida makni olib tashlaymiz. O'qu qoladi, to'g'rimi? O'qu. U bilan tugayapti. Men bunga yo'ri o'zim qo'shib qo'yaman. O'qu yor. Uyumak fe'li bor. Uyu makni olib tashlsam uyu qoladi. Oxiri u bilan tugayapti. U bilan tugayapti. Men bunga yo'ri o'zim qo'shib qo'yaman. O'qu yor bo'ladi. Endi hop, buni tushundik. Ya'ni bizda ikkita unli bor edi. A va e. Fe'lin sonunda a ya da e harfi varsa, bu a harfimiz nuqtasi i va u'ya, e harfimiz i ve ü'ye noktali bo'lgan, noktali olan i ve ü'ye dönüşecek. Mesela aramak fe'li. Ara biz ona yor ekini getirdiğimizde aslında yani bu şekilde arıyor olması gerekiyordu ama arıyor olarak a harfimiz fiile göre, yani fiilin sonundaki ünlü harfine göre değişecek, ya da ı olacak ya da u olacak. Arıyor. Mesela aramak fiilinde arıyor olacak. Demek fiilim oxiridagi unli a yoki e bilan tugagan bo'lsa, a harfimiz nuqtasiz u va i'ga, e harfimiz nuqtali i va u'ga o'zgarib ketadi. Misol uchun ara, telefon qilmoq yoki qidirmoq ma'nosida bo'lgan aramak fe'li. Asl holatda yo'ri qo'shgan paytimda ara yor bo'lishi kerak edi. Lekin unaqa bo'lmas ekan, ari yor bo'lib o'zgarar ekan. Oynaga yor qo'ygan bo'lsa, o'ynamoq fe'li va yor qo'shimchasi. Oyna yor bo'lishi kerak aslida, lekin o'ynayor bo'lib o'zgarar ekan. Özleyor, sog'inyapti demoqchi bo'lgan bo'lsam, özleyor bo'lishi kerak edi, lekin e'miz uy bo'lib ketdi, özlüyor bo'lib o'zgarar ekan. Sog'inyapti. Endi bu zamonning qo'shimchalarini tanishdik. Endi inkor qanaqa yasaymiz? Olumsuzlik eki. Olumsuzlik eki o'zi hamma fe'llarda ma yoki me bilan bo'ladi. Ma yoki me bilan bo'ladi. O'zi olumsuzlik eki ma va me ikki xil. O'zbek tilida ma, o'qimayapman degan ma. Ana shu ma dagi a harfimiz nuqtasiz i va u, ya'ni m yoki m ga o'zgarib ketadi. Me bo'lgan bo'lsa mi
edi muye o'zgarib ketadi. Misol uchun o'qu fe'lning o'zagi, ma inkor qo'shimchasi, yor hozirgi zamon qo'shimchasi, o'qu ma yor bo'lishi kerak aslida, lekin a harfimiz uga o'zgarib ketgan hisobiga o'qu mu yor bo'lib fe'limiz shu shaklda qoladi. Endi şimdi gelelim fe'llerin chekimini. Endi biza fe'llarni tishlanishiga qaraymiz. Jadval bor. Ana shu jadvalda yana ham yaqqol ko'rinadi ko'zimizga qanday tislanishi. Mana bu jadval. Va bu jadvalda nima deyapti? Olumlu nima degani? Olumlu bu tasdiq gap, olumsiz inkor gap, olumlu so'ru tasdiqning savol ko'rinishi, olumsiz so'ru inkorning savol ko'rinishi. Ben, sen, o, biz, siz, ular, onlar. Men, sen, u, biz, siz, ular. Bular shaxslar. Shaxslar. Men kelyapman, men kelmayapman, men kelyapmanmi, men kelmayapmanmi deshim kerak. Sen kelyapsan, sen kelmayapsan, sen kelyapsanmi, sen kelmayapsan deganni ko'rib chiqamiz bittalar. Olumlu. Ya'ni tasdiq gap. Men kelyapman, sen kelyapsan, u kelyapti, biz kelyapmiz, siz kelyapsiz, ular kelyaptilar. Turkchada qanaqa bo'ladi? Fe'lni o'zagi gelga ullisiga qarab turib, qo'shimcha qo'shaman hozirgi zamonniki. Bo'lgani uchun bu fe'lda iyor qo'ydim. Geliyor. Endi fe'llarga biza tepada nima dedik? Fe'llar bilan birgalikda shaxs qo'shimchalari kishi eklarda kelajak demiştik. Shaxs qo'shimchalar ham keladi degan edik. Manga tegishli bo'lgan shaxs qo'shimchasi Bu holatda bilishimiz kerak bo'lgan hozirgi anaqa holati Buni boshqacha shakllari ham bor. Ummi nuqtali u bilan bo'lib keladi, nuqtali nuqtasi i bilan im ham holatda keladi. Lekin bizada hozirgi zamonning qo'shimchamiz oxiri o'zi o bilan bo'lgani uchun har doim shu shaklda keladi. Buni boshqacha ko'rinishlarni o'tgan zamon yoki kelasi zamon fe'lida, zamonida fe'l so'ragan paytda ko'rishimiz mumkin. Bizda hozir ular kelmaydi. Xo'p, geliyorum, men kelyapman. Sen geliyorsun, sen kelyapsan. Gelga qarab iyor qo'shdim. Sondagi uni u bo'lishi ham geliyordagi o harfiga bog'liq. Ya'ni esdan chiqarishimiz kerak emas. Fe'llarga so'zlarga qo'shilgan har qanday qo'shimcha u so'zning oxiridagi ulusga qarab o'zgaraveradi. Gel so'zimiz o'zagi edi fe'lni, unga qo'shimcha qo'shyapman iyor. Bu iyorning ini nuqtali bo'lishini geldagi ga qarab turib qo'ydim. Undan keyin sun shaxs qo'shimchasi, sen kelyapsandagi san shaxs qo'shimchasi. Buni sunni u harfini u bo'lib kelishligini geliyordagi o harfiga qarab qo'yaman. O geliyor, u kelyapti deganda fe'l va hozirgi zamon qo'shimchasi bor, shaxs qo'shimchasi kelmaydi. Biz geliyoruz, biz kelyapmiz. Gel o'zak, hamma joyda gel o'zak. Iyor hamma joyda bu butun jadvalda iyor hozirgi zamon qo'shimchasi. Us shaxs qo'shimchasi. Geliyoruz, biz kelyapmiz. Siz geliyorsunuz, siz kelyapsiz. Onlar geliyor ya da onlar geliyorlar. İki şekilde de doğru. Lar ekini ekiyi parantez içine almış. Yani geliyor diyebilirim. Geliyorlar da diyebilirim. İkisi de doğrudur. Yani onlar geliyor. Ular kelyaptilar deganimda geliyor degan fe'lga lar shaxs qo'shimchasini qo'shsam ham bo'ladi, qo'shmasam ham bo'ladi. Ikkala holatda ham to'g'ri hisoblanadi. Shuning uchun buni larni qo'sh ichiga olib qo'ygan. Endi olumsiz inkor qanday yasayman? Fe'lning o'zagi va hozirgi zamon iyor qo'shimchasini o'rtasiga ma yoki meni olib kelishim kerak edi. Tepada ma'imiz m yoki mi bo'lishiga o'zgarib ketishini aytdi. O'shanga qarab fe'lga qarab o'zgartiramiz. Ma yoki mi bo'lardi, lekin bu o'zgardi. Tepada tushuntirdim uni. Demak, o'rtadagi mi bu inkorni bildirgan qo'shimcha. Gel, mi, yorum. Gel o'zak, mi inkorni bildirgan, yor hozirgi zamon shaxs qo'shimchasi. Ben gelmiyorum, men kelmayapman. Sen gelmiyorsun, sen kelmayapsan. O gelmiyor, u kelmayapti. Biz gelmiyoruz, biz kelmayapmiz. Siz gelmiyorsunuz, siz kelmayapsiz. Onlar gelmiyorlar, ular kelmayaptilar. Agar larra etmagan bo'lsam, onlar gelmiyor bo'lib, xuddiki o ga qanaqa aytgan bo'lsam, shu shaklda bo'lib qoladi. Olumsuz so'ru. Men kelyapmanmi deyish o'rganamiz. Men kelyapmanni savol varianti. Men kelyapmanmi? Ben geliyor muyum? Bizada fe'llarda yoki so'zlarda bo'lsa mu savol yuklamasi hech qachon fe'l bo'lsin, so'z bo'lsin qo'shilib yozilmaydi turkchada. Va bu ham mu ham to'rt xil varianti bor edi. Mu, mi. Biz o'zidan oldingi uliga qarab turib buni qo'yar edik. Xo'p,
fe'ldan keyin iyor, ya'ni zamon qo'shimchasi. Undan keyin biz savol qo'shib yuklamasini qo'yamiz. Mularni bular qo'shilib yozilmaydi va shaxs qo'shimchalarimiz ana shu savol yuklamasiga qo'shilib keladi. Hop, mu savol ekan, shaxs ekan. O'rtadagi ye nima desa, bu o'rtadagi bizni ikkita uli yonma-yon kelib qolganligi uchun oraga ye harfini qo'shib etishgan. Turklar shuning uchun buni ya'ni o'qishimizga yana ham qulay maqsadda keltirilgan harf ye harfi. Bu faqat asosan ban va bis shaxslarda bo'ladi. Ben geliyor muyum? Men kelyapmanmi? Sen geliyor musun? Sen kelyapsanmi? Oxiri savol bilan tugaydi. O geliyormi? U kelyaptimi? O geliyormu deganda mudan keyin shaxs qo'shimchasi yo'q. Biz geliyor muyuz? Biz kelyapmizmi? Siz geliyor musunuz? Siz kelyapsizmi? Onlar geliyorlarmı? Ular kelyaptilarmi? Tepalarda ben, sen, biz, siz deganda shaxs qo'shimchalarini us, sunuz, sun, degan qo'shimchalarni savol yuklamasi bo'lgan mu bilan birga qo'shib aytayotgan edim. Lekin ko'plikda men fe'lni o'zagiga qo'shib, ya'ni to'g'rirog'i hozirgi zamondan keyin qo'yar ekanman. Mdan keyin qo'ymas ekanman. Shu yerda ozgina farqi bor. E'tibor berishimiz kerak. Endi men kelmayapman degan gapni savol ko'rinishini o'rganamiz. Olumsiz so'ru deyiladi. Ben gelmiyor muyum? Men kelmayapmanmi? Sen gelmiyor musun? Sen kelmayapsanmi? Bularni hammasi oxiri savol shakli bilan tugaydi. O gelmiyormu? U kelmayaptimi? U biza bilan kelmayaptimi? O bizimle gelmiyor mu? Okula gelmiyor mu? Sinemaya gelmiyor mu? Şeklinde. Biz gelmiyor muyuz? Bize kelmayapmizmi? Siz gelmiyor musunuz? Siz kelmayapsizmi? Onlar gelmiyorlar mı? Ular kelmayaptilarmi? Gelmek fe'li bilan fe'l ushlanishini ko'rib chiqdik. Endi bizda ikki tane notumuz var. Bu notta ne diyor? Bize küçük bir hatırlatma yapıyor. Yemek ve demek fiili var. Bu yemek ve demek fiillerini mekine alırsak ye ve de kalır. Ona şimdiki zaman yor ekini ekleyince nasıl olacak? Aslında ye yor olacaktı. De yor olması gerekiyordu. Ama şekli değişecek. Yani e harfi i'ye değişiyor. Yiyor ve diyor şeklinde olacak. Ya'ni bizda birinchi eslatma yemek va demak degan fe'llarimiz bor. Mek nuqtasi ye va de qoladi. Fe'lni o'zi qoladi. Bunga yor hozir zamoni qo'shimchasini qo'shgan bo'lsak, ye yor bo'lish kerak edi, de yor bo'lish kerak edi, lekin yiyor va diyor bo'lib e'miz i'ga o'zgarib ketar ekan. Shuni eslatib ketadi. Ikkinchi notumuz git, et, tat diye fiillerimiz var. Bu fiilin sonu t harfiyle bitiyor ve bunu biz şimdiki zaman ekini eklediğimizde bu T harfler D'ye dönüşüyor. Yani ikinci esnetmede ne de yaptı? Git, ket, et, becer, yani etmek, kılmak manasında, tat ko'rmak ma'nosidagi fe'llarimiz o'zagiga iyor hozirgi zaman qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, fe'lni oxiridagi T qo'shimchamiz D harfiga o'zgarib ketadi. Shunga e'tibor bergin deb eslatib ketadi. Aslida gitiyor bo'lish kerak edi, lekin gidiyor bo'lar ekan to'g'ri varianti. Etiyor bo'lish kerak edi, ediyor bo'lar ekan. Tatiyor bo'lish kerak edi. Tadiyor bo'lib, t'imiz d'ga o'zgarib ketar ekan. Agar buni t holat yozgan bo'lsam, bu xato hisoblanadi. Shu bilan bugungi hozirgi zamon şimdiki zaman konumuz bitti. Hozirgi zamonda mavzusini bitirdik. Bittaga misol ko'ramiz va shu bilan darsni yakunlaymiz. Misolimiz: ben her gün kitap okuyorum. Men har kuni kitob o'qiyapman. O'quv fe'lning o'zagi, yor hozirgi zamon qo'shimchasi, shaxs qo'shimchasi. Darsimiz shu yerda tugadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.